Bu mavzuyimiz bo'ydoq bolalarga aniq qiziqarli bo'ladi. Ularda bo'ladigan holatni hozir tushuntirib beramiz. Ko'pchilik bo'ydoq bolalar shikoyat bilan kelishadi. Siyishlari yaxshi emas, yegandan keyin qolib ketganday bo'lyapti. Har xil suyuqliklar chiqyapti. Masalan, katta hojatga chiqqanda prozrachniy suyuqlik chiqadi yoki vaqti bilan o'zidan o'zi sperma chiqib ketadi. Bu nima sababli deyiladi? Buni sababi ko'chada har xil qizlarni ko'rganda yoki-da telefonda qizlarni ko'rib, erkak kishining hirsi uyg'onganda hamma gormonlar ishlab chiqariladi va aloqa bo'lishiga tayyor holatda turadi. Lekin aloqa bo'lmaganligi hisobida prostata bezi suyuqligi va spermalar to'planib qoladi. Shu sababli kechqurun uxlaganda sperma o'zidan o'zi chiqib ketib qolishi mumkin yoki katta hojatga chiqqanda shu prozrachniy suyuqlik chiqishi mumkin. Bu holatlar tabiiy hol. Buni yo'qotish uchun avvalambor uylanish kerak. Doimiy jinsiy aloqa bo'lib tursa, prostata bezi suyuqligi chiqib tursa va sperma chiqib tursa, bunaqa holatlar kuzatilmaydi. Va mana shu xuddi shunday bo'ydoq bolalarda prostatit bo'lish ehtimoli oshadi. Sababi turib qolgan suyuqlikda bakteriya va infeksiya rivojlanishi tez bo'ladi. Sog'lig'ingizni asrang va buni bo'ydoq tanishlaringizga yuborib qo'ying.